Gollivud Group yaxshilik tasviri. Ota va 4 o'g'il hikoyasi. Bir kishining 4 o'g'li bor edi. U inson ishdan farzandlarini sog'inib keldi. Farzandlari esa to'p tepib o'ynayotgan edi. Farzandlari otasini ko'rib, "Otajon" deya quchoq ochib yugura boshladi. Otasi farzandlarini bag'riga bosib, cho'nchagidan 4 dona shokolad olib, ularga bo'lib berdi. Ammo ayrim bir sabablarga ko'ra ota o'rtancha farzandini boshqalardan chetlatar edi. Oradan yillar o'tdi. Katta farzandlari maktabni tamomlab, nufuzli o'quv o'rinlarida o'qishni boshladi. Shunda o'rtancha o'g'il otasiga kelib, "Otajon, men ham akalarim kabi yuqori o'quv o'rinlarida o'qisam maylimi?" deya ruxsat so'radi. Lekin ota, "Yo'q o'g'lim, sen madrasada o'qib, qori bo'lasan" deya javob berdi. Oradan biroz vaqt o'tdi. Farzand madrasada ilm olishni boshladi. Uni yuragida islomga degan muhabbati yonib turar edi. U yaxshi o'qiganligi sabab uni chet elga ilm oshirishga yuborishdi. Otasi va aka-ukalari o'z yurtida qolishdi. Oradan yillar o'tdi. Otasi kuchdan qolib, qarib qoldi. Farzandlari esa badavlat va obro'li insonlarga aylanishdi. Katta o'g'il ukalarini uyiga chaqirib, ularga shunday deya so'z boshladi. "Otamiz qarib qoldi. Kelinoyi ikkalamiz otamizni xizmatini qilib charchadik. Shunga otamizni qariyalar uyiga topshirsak nima deysizlar?" deya ularga murojaat qildi. Shunda ukalari bir-biriga qarab, nima deyishini bilmasdan bir ovozdan "Rozimiz" deya javob berishdi. Ota farzandlarining so'zlarini eshik ortidan eshitib qolib, farzandlaridan qattiq xafa bo'ldi. Oradan biroz vaqt o'tib, o'rtancha qori farzand o'qishini tamomlab, otasi qariyalar uyida ekanligidan bexabar o'z uyiga qaytib keldi. Uyiga kelib birinchi bo'lib, "Otajon, otajonim qayerdasiz?" deya otasini izlashni boshladi. Farzand otasini topa olmadi, lekin akasini topdi. Akasini ko'rib baland ovozda "Akajonim" deya bag'riga bosdi. Akasidan hol-ahvol so'rab, "Otam qayerda?" deya so'radi. Shunda akasi nima deyishini bilmasdan, ukasidan ko'zini olib qochib, "Otamiz qariyalar uyida" deya javob berdi. Uka u javobni eshitib, akasi va ukalaridan nafratlanib, "Nega unday qildingizlar?" deya chiqib ketdi. Va shoshilib borib, oynaga qarab farzandlarini intizorlik bilan kutib o'tirgan otasini qariyalar uyidan ota hovliga olib ketdi. Oradan biroz vaqt o'tdi. Aka-ukalar ish bilan band. Akasi ukalaridan hisobot olayotgan paytda katta o'g'lining farzandi yugurib kelib, "Adajon, bobom qayerdalar? Nega uyimizga kelmay qo'ydi?" deya savol qo'ydi. Otasi farzandiga qarab, "O'g'lim, bobongni juda ham zo'r joyga borib qo'yganmiz. Bobong u yerda mazza qilib dam olib yuribdi" deya javob berdi. Shunda farzand, "Unda katta bo'lsam, men ham sizni shu yerga borib qo'yaman otajonim" deya baland ovozda javob berdi. U so'zni eshitgan 3 nafar aka-uka muzlab qoldi va qanchalik katta xato ish qilganligini tushunib yetishdi. Aka ukalariga qarab, "Bizlar katta xato ish qilgan ekanmiz. Bu ishimiz farzandlarimizdan qaytmasidan otamizni olib kelib xizmatini qilaylik" deya ukalariga nasihat qildi va otasini oldiga shoshilib chiqib ketishdi. Farzandlari ota hovliga kelishdi va qay ko'z bilan qarashmasin, o'rtancha ukasi otasini oyog'ini mehr bilan yuvib yetgan edi.
Bunu görgən fərzəndlər əfsus bilan gözləriga yosh keldi və atasını oldiga borib kechirim so'rashdi. Otasi farzandlarini kelganidan xursand bo'lib ularni bag'riga bosdi. Ey insonlar, ota-onalarimiz bizlarni orzularimiz uchun butun umrini sarflashdi. Endi bizlar ularni armonlarini ro'yobga chiqarish vaqti kelmadimi?